O'rtoqlar musobaqaga tayyorgarlik ketyapti. Подготовка к соревнованиям. Mana mehki yurishlarni qaranglar. Zo'r mehki yurishlar. O'rinlar mana qarang, medallarni osib chiqamiz hozir. Игрушкаlarni tayyorlaymiz, joylayman. Qaranglar, bir qaranglar chiroyli narsani. Mana. Ko'rasizlar. O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi suv sportlar bo'yicha bolalar musobaqasi bo'lyapti. Musobaqa mustaqilligimizdan 35 yilga bag'ishlangan o'rtoqlar, mana qaranglar. Zo'rmi? Bu birinchi o'rinni medallari. Mana mehki yurishlar, mana sharlar tayyorgarlik ketyapti. Izohlarda yozib qoldiringlar, qanaqa maximum medallarimiz zo'r chiqqanmi? Qanaqa bir ko'rsataman, kelinglar. Izohlarda o'zingizlar fikrlarni xolisona yozib qoldiringlar. Yaxshi bo'lsa zo'r, zo'r bo'lsa zo'r. O'xshamabdi degan, yozinglar o'xshamabdi degan. Ko'rasizlarmi? Qanaqa chiqdi o'rtoqlar, ko'rasizlarmi? Bizning basseynimiz ertaga 22-da shanba kuni ertalab soat 7:30da musobaqamiz xudo xolasa boshlanadi. Xudo xolasa kommentariyalarda xolis o'zingizlar fikrlarni qolaman. Shuna like bosib, xolis kommentariy yozib ketinglar, qanaqa chiqdi.